Әмді Нұрәли аблызның bir yılınızdaki 8760 saat namlıq əsrinin davamını anlatımız. Kino ko'rish orqali til o'rganish unumini yuqori ko'tarish usullari. Rusiyalik biraylarning og'zidan tunji qatim "Spasiba" degan gapni olgan chig'imda, u meni ikki xil tilda tillayotganini his qilib qolgan edim. Siba Xanzuchada o'l degan ma'noda, ya'ni siba degan ma'noni. Shiba Koreya tilida o'l degan ma'noni bildirdi. Shuning bilan uningdan "Sen zodi nima demoqchi?" deb so'ragandan keyin uning aslida rahmat demoqchi ekanligini bilgan edim. Til o'rganish odamga o'rgangancha qiziqarliq tuyuladi. İtalyan tili o'rganayotgan chaqda ularning tilidagi r talaffuzini to'g'ri chiqarish uchun suv ichib turib mashq qilgan edim. Toza qiqilib ketganda ondan aran o'zlashtirdim. Nemischa kitoblarni varaqlasangiz, barliq ismlarning birinchi harfi cho'ng yoziladi. Bir qarabla ismlarni farqlantirib olgani, bu orqali maqolaning asosiy mazmunini faraz qilib olgani bo'ladi. Dona bosh harflarni ulug'anda unumlik, ehtiyotchan germanlarning siymosi namoyon bo'ladi. Fransuz tili eng romantik. Odamning odatdagi his tuyg'ularini ifodalaydigan so'zlarmi boshqa tillarga qaraganda necha hassa ko'p. Til o'rganish ko'ngillik, shundaqla foydasi ko'p bir ish. Dunyoda 90% odam faqat bir tilni biladi. Agar chet el tilidan birini bilsangiz, osondagi 10% odamning qatoriga o'tasiz. Agar chet el tilidan ikkini bilsangiz, oz biladigan odamlardan bo'lib qolasiz. Nurg'un odamlar chet el tili, bo'libmi ingliz tili jihatda ustunlik ega bo'lishni orzu qiladi. Ba'zi odamlar maxsus tarbiyalanish usuli orqali ingliz tili saviyasini o'stirmoqchi bo'ladi. Ya'ni ba'zi odamlar texnik ko'ngillik bir xil usulni, ya'ni kino ko'rib til o'rganish usulini tanlaydi. Ammo shuncha ko'p kino ko'ribmi, ko'rinarlik unumi bo'lmagandan keyin bu usuldan gumonlanib qoladi. Undaqda bu usulning foydasi bo'lamdi? Mening javobim shuki, bo'ladi. Ammo ko'rinarlik emas. Har qanday bir tilni o'rganishda ko'p ko'rib, ko'p anglaganning hamon foydasi bo'ladi. Lekin vaqt shuncha qis, o'rganishga, qilishga tegishli ishlar shuncha ko'p. Har qanday shakldagi o'rganish yoki xizmat bo'lsin, selinma bilan haslatning munosabati vaqt nuqtasidan o'ylashmay bo'lmaydi. Shunda qilgandala cheklik umrda texnik ahamiyatli ishlarni tamomla qilib bo'ladi. Ingliz tili o'rganishda cho'qim to'xtamay o'rganish, yodlash orqali pishiqlab turish kerak. Kino ko'rishmi yaxshi usul, ammo vaqt silinmasini o'ylashganda ko'ngildagidek usul degili bo'lmaydi. Bu xuddi ko'ktat salat yeb turib, o'ruqlamoqchi bo'lgandakli bir ish. Ko'ktat salat albatta yaxshi tamoq, ammo ko'p yesa yana bo'lmaydi. Chunki salat qiyomining issiqlik miqdori yuqori. Ko'p yeganda o'ruqlatmayli qolmay, aksicha samir tiyotadi. Shuningga o'xshash kino ko'rib til o'rganishda usul to'g'ri bo'lmaganda o'rganish emas, ko'ngil echishga aylanib qoladi. Bundaq deganim bu usuldan cho'qim voz kechish kerak deganlik emas. Kino ko'rib til o'rganishning o'ziga tushliq ortiqchiqlari bor. Bu usul orqali texnik ko'p odamlarning til o'rganish qizg'inligini qo'zg'atgandan boshqa, shu tilda so'zlaydigan kishilarning madaniyati, tafakkur odati qatorliqlarni tushunishga foydasi bor. Undan boshqa bu usulga iqtisodiy selinma ketmaydi. Kino film ko'rib til o'rganish usulining selinma haslat munosabatini analiz qilib baqsaq bo'ladi. Bu hargizmi o'zgarkil bo'lmaydigan natija emas. Biz vaqt silinmasini azaytib, kino film ko'rishni til o'rganishdagi qo'shimcha usul qilib olsaqmi, yoki bo'lmasa texnik unumli usullarni tepib chiqib, film ko'rib til o'rganishning haslat qiymatini oshirsak-mi bo'ladi. Menimcha, bu ikki usul ichida keyingisi ko'proq odamlarni qiziqtirishi mumkin. Kino film ko'rib til o'rganishda haslat qiymatini, ya'ni unumni oshirish uchun oldi bilan o'zingizning til saviyasini bilishingiz kerak. Amaliyotda bu usulni qo'llanishga hamma odam mos kelavermaydi. Qanoatlanarlik unumga erishish uchun so'zlik miqdori cho'qim 2700 ga yetgan bo'lishi kerak. Bu Amerika til material ombirining tadqiqot natijasi.
Ular günlük turmuşda işletildiğin sözlüklerinin tekrarlanışını statistike qilib chiqqan bo'lib, kishilarning kundalik dialogida uchrash nisbati 90%ni oshirgan sözlüklerning jami 2700 atrofida ekanligini bayqagan. Bu Amerikaliklarning nima davatganligini bilish uchun cho'qim 2700 sözlük bilish kerakligini bildirdi. Bu tadqiqot natijasidan shuni ko'rilishga bo'ladiki, agar so'zlik miqdori yetishmasa, kino film ko'rish vaqt isrof qilganga barobar. To'liq o'tirini bitkizib, oliy maktab imtihoni berish uchun ingliz tili so'zligi 3500 ga yetishi talab qilinadi. Demak, agar siz to'liq o'tirini bitkizgan bo'lsangiz, saviyangiz asosan yetadi. Navada to'liqsiz o'qiyotgan bo'lsangiz, kino film ko'rib til o'rganishni o'ylashmasingizmi bo'ladi. İkinci qadam. Muvafiq keladigan film tanlash. Amerika filmlari bo'lsa, ingliz tili o'rganayotganlarga mos keladi degil bo'lmaydi. Men til saviyasini yuqori, o'rta, to'van deb 3 turga bo'lib, buningga asosan Amerika filmlarini mundaq 3 turga yig'inchoqlab chiqqan edim. İngliz tili saviyasi nisbatan tuvanlarga do'stlar vakilligidagi komedik filmlarni ko'rish taklifini beraman. Komediya turidagi filmlarda dialog baktiz bo'lmaydi. Har bir jumla gapni qilib bo'lib, tomoshabinlarning kulib bo'lishini saqlaydi. Do'stlar, Amerika filmlari ichida ingliz tili o'rganuvchilarning ko'rishiga eng mos kelgan film deyishga bo'ladi. Suv uzishni o'rganmoqchi bo'lganlar eng avval poqishlab uzishni o'rganadi. Poqishlab uzishni bilmay turib, erkin uzishni o'rganman desa, tunjiqib qolishi mumkin. Shuningga o'xshash Do'stlar nomli filmni ko'rib tushunadigan seviyaga yetgandan keyin ondan boshqa filmlarni ko'rsa ancha qiynalib ketmaydi. Do'stlarni tushunmay turib, boshqa filmlarni ko'rish o'zini qiynashdan boshqa narsa emas. Men oliy maktabda o'qiyotgan chaqda bu filmni boshdan oxir 4 qatimdan ortiq ko'rib chiqqan. Har bir qismdagi voqealiklarning hammasi tugudek esimda. Bundaq desam sal mubolag'a qilayotgandek anglanishi mumkin. Ammo qilchi mubolag'a qilmadim. Shunga Amerika filmlarini ko'rish orqali ingliz tili saviyasini yaxshilamoqchi bo'lgan do'stlarga Do'stlar nomli filmdan boshlash taklifini beraman. Ba'zilar bu kino bakona, vaqti o'tdi deb o'ylashi mumkin. Agar siz shunday o'ylasangiz, Dadam bilan onamning romantik kunlari nomli televiziya filmini ko'rsangizmi bo'ladi. Bu tuvan saviyadagilarga berilgan taklif. O'tirxon saviyadagi o'quvchilarga kelsak, bevosita ko'rsatish turidagi real programmalarni tavsiya qilaman. Bu turdagi programmalarda amaliy turmushda ishlatilgan so'z iboralar, isbotlash usullari, jumla shakllari asos qilinadi. Amerika cho'lpini nomli programma til o'rganishga mos kelib qolmay, yana odamga ilhom bag'ishlaydi. Xizmatga chiqish oldida turganlarga kim varislik qiladi nomli kino bekarek mos keladi. Uningda nurg'un 100 turani imtihonlar. Xizmat muhitida ko'p ishlatiladigan atalg'ular bo'lgandan boshqa xizmat jarayonida bilishga tegishli qoidalar so'zlanadigan bo'lib, dulalarning o'sish xotirasining inglizcha nusxasi deyishga bo'ladi. Yana kelib, mazmuni nihoyat yaxshi. Bir chalmada ikki paxtak so'qqandek qo'sh unumga erishgili bo'ladi. Ingliz tili asosi nisbatan yaxshi, lekin ingliz tili saviyasini o'stirishga ehtiyoji bor o'quvchilarga nisbatan kunda bir parangni tavsiya qilaman. Bu gerçi suhbat turdagi programma bo'lsa-mu, Amerika Zoom'ga o'xshash dongliq arboblarni bu programmaga mehmon sifatida qatnashib turdi. Amerikada bu programmani bilmaydiganlar asosan yo'q. Bu programmani anglab tushunish uchun Amerikadagi iqlim masalalarini bilish va amerikaliklarning yumorlarini tushunadigan bo'lish. Amerika madaniyatiga kirib turib ko'rish kerak. Boshda ozroq qiyinlashingiz mumkin, lekin bir mazgil ko'rgandan keyin yoqtirib qolasiz. Yana ba'zilar ilmiy muhokama turidagi programmalarga, hujjatlik filmlarga amroq. Bu turdagi materiallar ingliz tili saviyangizni o'stirish bilan birga madaniyat sapoyingizni o'stiradi. Amerikaning ba'zi filmlarini garchi ko'radiganlar ko'p bo'lsa-mu, til o'rganishga ancha mos kelmaydi. Amerikaning ko'p qismli televiziya teatri cho'ng portlash nazariyasi Jungoda xilli qarshi olingan, ammo bu film ingliz tili o'rganishga mos kelmaydi. Birinchidan, so'zliklari baqiyin. Turmush ingliz tilini mashq qilishga foydasi tegmaydi. Ba'zilar ingliz tili o'rganishga albatta mos kelmaydiganligini bilaman, lekin o'sha qiyin so'zliklar dal GRE ning so'zliklari emasmi deydi. Meningcha yana mos kelmaydi.
GRE'ga tayyorlik qilmoqchi bo'lsangiz, maxsus shu imtihonning so'zlik kitobidan birini elib yodlaganingiz yaxshi. Kino ko'rib til o'rganishning silmi hoslat qiymati bakli tuman. Ko'ngil ichishni ko'zlasak bo'ladi. O'rganishni ko'zlagan bo'lsangiz, unumi ko'ngildagidek bo'lmaydi. Yana turmadan qechishmi mos kelmaydi. Vaqaliklari bek jiddiy. Nervlaringizni jiddiylashtirib turdi. Avu odam qachon o'lib ketar? Mavi odamga bir ish bo'lib qolarmi deb zehningizni til o'rganishga qaratolmaysiz. Uning ustiga bu turdagi kinolarni bir qatim ko'rgandan keyin vaqaliklar esingizda qoladi-da, ikkinchi qatim ko'rgingiz kelmaydi. Yana kelib talaffuzi tabiiy emas. Kinodagi personajlarni do'rab o'rgansangiz, og'iz tilingiz yasanma bo'lib qoladi. Men bek amroq. Ammo til o'rganish uchun ko'rishga mos kelmaydigan yana bir kino vayron bo'lgan och singillar. Garchi kishiga ilhom beradigan mazmunlar bo'lsa-mu, qiziqarli nuqtalardagi gap so'zlar yanada to'liq hollarda chaqana. Agar bunday gaplarni to'liq qilib o'rganib qolsangiz, Amerikadagi kishilarning ko'ziga sig'may qolasiz. Bo'libmi filmdagi oshpazning Sharqiy Yevropa shivisi ig'ir, talaffuzimi to'g'ri emas. Ba'zilar kino ko'rganda xetiga qaramaslikni ta'kidlaydi. Bo'lmasa anglash mashq qilishga foydasiz deb qaraydi. Ammo kino ko'rib til o'rganishning to'g'ri tartibi bundaq. Anglash, tushunish, asli saqlash, takrorlash. Xetiga qaramasangiz osonlikcha tushunolmaysiz. Bizning inglizcha kinolarni ko'rishimiz til o'rganish qizg'inligini kuchaytirish uchun tursa, agar kinoni ko'rib tushunolmasak, qizg'inlikni kuchaytirib bo'ladimi? Menimcha, xetiga qaramaslik irodasi intan kuchli bo'lgan 15% o'rganuvchilarga mos keladi. 85% o'rganuvchilar uchun ilib aytganda faqat usulga diqqat qilsangizlar, xetiga qarasangizmi bo'ladi. Kinoni cho'qim 3 qatim ko'rish kerak. Birinchi qatim kino ko'rish uchun ko'rsak, kinodagi vaqaliklarni tushunib chiqsaqla bo'ldi. Ikkinchi qatim ko'rganda qog'oz, qalam tayyorlab, asqatudu deb qaragan sizga bakrak yarab ketgan ifodalash usullari va so'z iboralarni yozib olamiz. Masalan, men Do'stlar nomli filmni ko'rayotgan chaqda shunday qilgan. Bu kinoda sen qaltiskansan degan gap to'la chiqdi. Agar bir menga bu gapni ingliz tilida deb baqa desa, you are so good deyishim mumkin. Lekin kinoda way to go deb ifodlaydi ekan. Qarasam bu Amerikaliklar ko'p qo'llanadigan ifodalash usuli ekan. Shuning bilan darhol yozib oldim. Yana misol olsak, mayli degan bir gap bor. Odatda let's go deb ifodlaymiz. Lekin kinoda doim let's bounce deydi. Manisi otmayli degan ma'noga o'xshab ketadi. Bundaq usulni qo'llanganda har bir qismda xotirlik ilishga tegishlik nurg'un so'z jumla uchrab turadi. Agar 20 minutlik film bo'lsa, oz deganda 10 necha jumla, 15 dan 20 gacha so'zlik uchraydi. 3-chi qitimda anglash bilan so'zlashni birlashtirib olamiz. Dialoglarni asosiyatdan esingizda tutib olgandan keyin ba'zi ko'rinishlarni do'rab baqsangiz bo'ladi albatta. Shunda qilganda kinodan o'rgangan so'z jumlalarni haqiqiy o'zlashtirgil bo'ladi. Hargiz kayni-kaynidan 3 qitim ko'rmang. Bo'lmasa siqilib o'lib qolasiz. Agar Do'stlarning birinchi bo'limini ko'rib bo'lsangiz, ikkinchi bo'limiga o'tsangiz bo'ladi. Ammo cho'qim bir hafta ichida birinchi bo'limni ikkinchi qitim ko'rishni boshlashingiz kerak. Cho'qim shunday qiling. Bo'lmasa o'rganishning unumi bo'lmaydi. Behuda ko'rgan bo'lasiz. Davomli olg'a intiladigan o'rganuvchilar navoda ingliz tilini texmi cho'nqurroq o'rganmoqchi bo'lsangiz, anglash, so'zlash, o'qish, yozish qatorliq 4 turni birlashtirib ilib mangsangiz bo'ladi. Anglash. Anglash 2 xil bo'ladi. Zangsilib anglash, yuzaki anglash. Zangsilib anglash deganda har bir so'zni anglash va tushunishni ko'ztadi. Yuzaki anglash deganda asosiy mazmunni tushunishni ko'ztadi. Zangsilish nihoyatda yaxshi usul, lekin zo'r iroda talab qiladi. Odatda 10 minut orliqni zangsilib anglash darajasiga yetkazish uchun 60 minut vaqt ketadi. Agar tezroq gap qilgan bo'lsa, 60 minutni yetmasligi mumkin. Mening taklifim 2 kunda bir qatim 1 soat zangsilib anglang. Undan uzun bo'lib ketmasin. Agar vaqtingiz qis bo'lsa, zangsilib anglashni qo'yib, yuzaki anglasangiz bo'ladi. Yuzaki anglashda 5 minut, 1 qatim, 3 jumla. Bu prinsipga amal qilish kerak.
Bu deganlik 5 minut anglagandan keyin bir qatim to'xtab, 3 jumla so'z bilan xulosa chiqarish. İmkon qadar o'zingizning so'z bilan yakunlang. Agar qobiliyatingiz, jur'atingiz bo'lsa, eng yaxshi usul bevosita anglab tarjima qilish guruhiga qaytiling. So'zlash. Ig'iz tilini qanday mashq qilish kerak? Birinchi, kino ko'rish orqali o'zingizning til ombirini to'liqlaysiz. Qozonda bo'lganda cho'mishki chiqadi. Bo'lmasa nima chiqadi? Ikkinchi, do'rash. Xanzu tili bilan ingliz tilining eng cho'ng farqi intonatsiyaning asosiy birligida. Xanzuchada intonatsiyaning asosiy birligi xatni asos qiladi. Ingliz tilida jumlani asos qiladi. Xanni xanzuchada bir qancha xil ohangda o'qilib bo'ladi. Ohang, ya'ni ton o'xshamasa, ma'nosi o'xshamaydi. Inglizchada esish degan bir ma'nosi bor. Birinchi ton, ikkinchi ton deb ayrilmaydi. Shundaq bo'lg'achqa, chet elliklar xanzu til o'rgangan chaqda ular talaffuz bilan ohangni to'g'ri chiqara olmay qiynalib ketadi. Biz anglab bearam bo'lib ketamiz. Inglizchada ton bo'lmasa-mu jumlaning intonatsiyasi bor. Alohida savol jumlaning intonatsiyasi tuvallaydi. Odatdagi savol jumlaning intonatsiyasi ko'tariladi. Ko'pincha til o'rganayotgan jumgo'liqlar har bir so'zning ohangini emas, balki jumlaning intonatsiyasini yaxshi egilolmaydi. Kino ko'rib inglizcha o'rganganda jumlaning intonatsiyasini ko'proq to'g'rab berish kerak. Amerika kinosidagi o'zi yoqtiradigan bir personajni tanlab, uning intonatsiyasini to'g'rash, qanday vaqtda tushirib, qanday vaqtda chiqaradiganligini egilash kerak. O'qish. Esil jumlalarni takror o'qish. Eng yaxshisi yodlanish kerak. Undan boshqa filmning kitobi bor bo'lsa, o'qib chiqsak, mayli TOEFL, mayli IELTS imtihonlarini beraylik, mayli chet elga chiqib o'qiylik, o'xshashda ko'p foydasi bo'ladi. Yezish. Filmga baho yezish. Kinoni ko'rib bo'lgandan keyin his qilganlaringizni ifodalab boqingiz keladi. Bundaq chaqda qo'rqib o'ltirmang. 100 dan 150 xat chamasida baho so'zi yozib chiqing. Bu taxminan 8-10 jumlalik bir abzas bo'lib chiqadi. 5 jumlada filmning mazmunini bayon qiling. Oxirdagi 5 jumlada agar siz bosh personaj bo'lib qolsangiz, qaysi ahvollarni qanday bir taraf qildiganligingizni yozing. Agar ko'p qismliq bir televiziya teatrini ko'rib bo'lguncha 20 parcha baho yozib chiqilgan bo'lsangiz, yoziqchilik saviyangizda ko'rinarli ilgirlash bo'ladi. Demak, anglash, so'zlash, o'qish, yozishdan iborat 4 turning hammasini kino ko'rish bilan tang ilib borg'il bo'ladi. Agar siz bu 4 turning hammasida tang ilgirlash maqsadiga yetalisangiz, kino ko'rib til o'rganish usulining silinma hosilat qiymatini yuksaklikka ko'targan bo'lasiz. Har qatim biror ishni qilmas ustida ikkilanib qolgan vaqtingizda vaqt silinmasi bilan hosilat nisbatini mo'ljarlab ko'ring. Bu ishni qilishga arzimli yo'q, texnik unumli ish qilishning usuli bormi yo'q deganlarga asosan qaror chiqarsangiz bo'ladi. Keyingi surish kasalligining azoblashiga xotima bering. Bir chaqlarda Harvard universitetining kutubxonasida o'quvchilarning chiroq yiqib qo'yib, o'rganish qilayotganligi to'g'risidagi bir parcha surat to'rda xili keng tarqalib yurgan edi. Surat tortilgan vaqt sahar soat 4 bo'lib, kutubxonada birmi bo'sh o'rin qolmagan. Suratning ostiga mundaq yozilgan: Harvardga kelgandan keyin haqiqiy sarxillar aslida talant egalari bo'lmasdan, boshqalarga qaraganda texnik ko'p tirishgan odamlar ekanligini bayqaysiz. Shuningdan keyin Harvard universitetida sahar soat 4:30 nomli bir parcha kitobni yozildi. Bu kitob Harvard universiteti yoshlarga bergan sovg'a bo'lish sifati bilan necha million jumgo'lik o'quvchilarni o'zgartmoqchi bo'lgan. Albatta, Harvardga berib boqqanlar haqiqiy ahvolning undaq emasligini biladi. Keyin to'rdoshlardan biri jaboliq izdinish, astoydil tashvish orqali bu suratning amaliyotda Washington universitetida tortilganligi. Yana kelib suratdagi vaqt odatdagi chaqlardagi sahar vaqti soat 4 bo'lmasdan, mavsumlik imtihon boshlanishdan bir kun burun kech soat 10 bo'lgan vaqt ekanligini isbotlab chiqdi. Ko'pchilikka ayon. Bundaq chaqda kutubxona to'shib ketmasa, mana buni benormallik desa bo'ladi. Bizning oliy maktablarimizdami imtihon haftasida kutubxonadan bo'sh o'rin topqilib bo'lmaydi. Hatto ati imtihon degan kuni kechich uxlamay o'rganish qildiganlarmi oz emas.
Bu albatta dars salmoqining ig'irligi keltirib chiqargan masala. Ammo imtihon oldida besib o'rganishning eng muhim sababi keyingi surish kasalligi deb atiladigan bir narsaning sababi bo'lishi mumkin. Har mavsumlik imtihon tugagandan keyin maktablar o'quvchilarning takror qilinishi uchun 2 hafta vaqt beradi. Dastlabda 2 hafta bek uzundek bilinib, 2 kun o'ynab olib, ondan o'rganish qilay deb o'ylaymiz. 2 kundan keyin yana 2 kun o'tib ketadi. Shunda qilib bilib bilmayli imtihon haftasi kelib qoladi. Bu chaqda zo'r bir turkum o'quvchilar maktabdagi eng tirishchan o'quvchilarga aylanadi. 2 haftaga so'zilgan imtihon oxirlashgandan keyin hammasining ko'zlari o'ltirishib, org'inlikdan chiroyda nur degan narsa qolmaydi. Keyingi surish kasalligi odamni haqiqatan azoblaydi. Bir ishni qilg'ingiz bor, lekin turli sabablar bilan davomli keyingi sursiz. Eng oxirgi vaqtlarga kelganda jon tikish ro'yi bilan qandoqli bo'lmasin qilib tugitsiz. Nurg'un odamlar nima u keyingi surish kasalligi degan, hammasi xo'rlikdan emasmi deydi. Amaliyotda o'rinliq bilan keyingi surish kasalligi o'xshamaydi. O'rin odamga hech qanday ish qo'shaqmaydi. Hech qanday ishni qilg'isi kelmaydi. Bekor tomoq yeginidan xijilmi bo'lmaydi. Gunohkorlik tuyg'usiga patmaydi. Keyingi surish kasalligiga giribtor bo'lgan odamning qiladigan nurg'un ishi bor. O'zining qilg'isi bor, lekin hamisha keyingi surib, eng oxirgi zodi qilmasi bo'lmaydigan vaqtda jon tikib qiladi. Ishni vaqtida qilmaganidan azoblanadi. Bunda holatni o'zgartirishi bor. O'rin odam davolanishdan voz kechgan odam. Keyingi surish kasalligiga giribtor bo'lgan odam davolanishning amalini izlayotgan odam. Ular saqayg'usi bor turibmi, saqayolmayotganligidan beoram bo'ladi. Mundaq tasavvur qilaylik. Yerda uzun ham keng bir taqtay bor. Kengligi 2 metr, uzunligi 10 metr, qilinligi 0